Keladiganlarga tavsiya. 2025-yil 7-noyabr. Odam juda ko'p. Qaysi tur firmadan kelishingizdan qat'iy nazar tur firmaga beradigan birinchi savolingiz gostinitsa haramga yaqinmi yo'qmi? Birinchi xato. Gostinitsa yaqin bo'lgani bilan nechta lifti borligini so'rang. 2000 ta odam bo'lib 6 ta dona lifti bo'lsa, u gostinitsani tanlamaganingiz yaxshi. Sabab hamma odam bir vaqtda namozga chiqadi, hamma odam bir vaqtda ovqatlanishga tushadi. Bu degani juda ham mushkul. O'shancha liftni ko'p gostinitsani tanlang. Tur firma xodimlari sizga agarda 1 kilometr, lekin yaxshisi 2 kilometrda desa, 2 kilometrligini tanlang. Chunki avtobusga chiqqaningizdan keyin 1 kilometrga bordingizmi, 2 kilometrga bordingizmi, buni qizig'i bo'lmaydi sizga. Birinchi o'rinda avtobusga chiqib olishingiz. Keyingi masala, har doim qiladigan xatoyinglar. Tur firmaga telefon qilib arzonini so'raysizlar. Arzon narsa hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Esingizda tursin. Sababi sizga arzon qilib beradi, lekin qaysidir qismlarini chopadi tur firma xo'jayinlari. Ya'ni hadya berish yoki qanaqa tadbirlar uyushtirish. Eng arzoni bilan qimmatini o'rtasini tanlang. O'shanda sizga qulay bo'ladi. Bu tavsiyalarga amal qilsangiz, bu yoqqa kelib ibodatlarni chiroyli ado etib ketasiz. Kelgandan keyin nervich qilib, unaqa ekan, bunaqa ekanini olmaysiz. Ana o'shanda o'rta me'yori turda kelasiz, ibodatlarni qilasiz, hamda mazza qilib ketasiz. Xolis Alloh uchun tavsiya beramiz. Yaxshi tur firmalarni direktdan yozing, qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Bizda kelmagan taqdiringizda ham ishonchli tur firmalari sizga ma'lumotini beramiz. Yozing, qo'ldan kelgancha sizlarga xolis Alloh uchun javob qaytaramiz vaqtimiz bo'lishidan. Makka dan juma yomiylar bilan